Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен boks жаңалықтары videoni бастамас turib arnaga kirib, videoga like bosuvni unutmaymiz do'stlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi. Sol uchun arnaga kirib, dal kadr videoga like bosib qo'yamiz. Adamiz Alimxonulni tepkilayman deb qo'rqitib Janibekda javga oldi. O'rta salmoqdagi Alim chempionlari Qozog'istonlik Janibek Alimxonul men Dominikanlik Carlos Adames alimettik jelida avuzcha to'belesib, jurtni quvantib jur deb xabarlaydi. Yaqinda Qozoq Stil o'zining X burungi Twitter parashasida Adames Erisanda Larani jengib, o'rta salmoqdagi barliq titullarni to'lig'imen biriktiruvdi. Odan keyin super o'rta salmoqdagi absolyutlik titul uchun Saul Canelo Alvarez bilan judruqtasuvni josparlab o'tirganini xabarladi. Alimxonulning jurtga Adames keyda o'ylanib qalamin. Men Janibekni to'besem, qag'ib ketsem, Uni X akkauntini ne istedi ekan, uni ho'shirema deb yozadi Bronco. Men Twitterda joymayman, senin atında chempionlar tizimidan ho'shiraman deb Janibek Carlosga javob berdi. Ayta ketik, Carlos Adames aldaga aylarda Qozog'istonning tag'i bir ho'kili WBC tujurumining mendeti qarslasa, Merim Nursultanov bilan judruqtasuvi mumkin. Janibek Alimxonul 2 titullik jekpejekdan jane Canelo Alvarez bilan super jekpejek o'tkazatini jariyaladi. Sizlarмен boks жаңалықтары bo'ldi. Arnaga kirib, videoga like bosuvni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi.